Tabiat inson uchun shifo manbai. Ana shunday mo'jizalardan biri bu zuluk bilan davolashdir. Ming asrlar davomida shifo izlagan insoniyat unga suyanib kelgan. Girodoterapiya deb ataluvchi bu usul 5000 yildan beri insonlarga davo bo'lib kelmoqda. Zuluk o'zidan maxsus fermentlar girodin ishlab chiqaradi. Bu ko'p uchraydigan kasalliklarda qo'llaniladi. Zuluk qon bosimini tushiradi, bosh og'riqlarini kamaytiradi, osteoxondroz, bo'g'im va mushaklardagi og'riqlarda, artrit va artroz, tizzadagi og'riqlarda, yurak va qon tomir kasalliklari, qon aylanishini yaxshilab, trombo va varikoz muammolariga yordam beradi. Zuluk bilan davolash birinchilardan bo'lib Sharq tabobatida keyin qo'llanilgan. Ular faqat bir marotaba ishlatiladi. 2 marotaba bemorda qo'llanilmaydi.